Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz 6-sinf ingliz tili workbookidan mashqlar bajaramiz. Bugungi video darsligimizda 58-betdagi 7 va 8 mashqlarni bajarib o'tamiz. Xo'p, 7-si answer the questions and check the correct picture. Savollarga javob bering va to'g'ri rasmni belgilang. Unda boshlaymiz. Birinchisi, what should we do to save water? We should collect rainwater for our yards. Va bunda bu to'g'ri belgilangan, chunki qanday qilib biz suvni saqlab qolishimiz mumkin deyapti. Va bunga javob keltirilyapti. Endi ikkinchisini qarab o'tamiz va men javob beraman. Ikkinchisi, what should we do to save electricity? Biz elektr energiyani qanday qilib yaxshi saqlab qolishimiz mumkin? Unda javobni yozamiz. We should turn off the lights when we don't need them. Biz chiroqlarni o'chirib qo'yishimiz kerak, qachonki ular bizga kerak bo'lmaganda. Uchinchisi, what should we do to use less paper? Qog'ozlardan qanday foydalansak to'g'ri bo'ladi? Ya'ni qanday foydalanishimiz yaxshiroq? We should write on both sides of the page. Biz qog'ozning ikkala tomoniga ham yozishimiz kerak. To'rtinchisi, what should we do to reduce waste? Chiqindilarni kamaytirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Biz qayta ishlashimiz kerak chiqindilarni. Beshinchisi, what should we do to save fruits? Urmonlarni saqlab qolishimiz uchun nima qilishimiz kerak?
ko'proq daraxt ekishimiz kerak. Endi rasmlarni belgilab chiqamiz. Ikkinchisiga bu. Uchinchisiga mana bunisi. To'rtinchisiga bu va beshinchisiga bu.